Assalomu alaykum. 3-iyul 2026-yilga avatar uzumlari. Holatlari. Yaxshi. Everest uzumi. Donlari o'ta yirik. O'ta sir hosil. Mana bu gusar uzumi. Rosa pishdi. Yonida o'tgan yilgi payvand jokkerlar. Mana jokkerlar qora ishga kelib qoldi o'zi. Salqin joyda-da bular. Rumoyka navi tugab qoldi o'zi, rumoykalar pishib. O'ta chiroyli. Sir hosil Everest. Bu yerda o'tgan yilgi payvandlar jokkerlar mana. Rosa pishib yotibdi. Kazani o'zimi hali rang kirmadi, endi rang kirishni boshlayapti. Jokkerlar. O'tgan yil payvand shular. Bitikda yorilish bo'ldi bizda ham jokkerlarda. Shu rosa quyosh yomg'irga joylari yorildi. Balki azot ko'pligidan bo'lishi ham mumkin, azot berilganda. Mana holatlari. Gruppada bir savol bo'ldi. Jokkerlar yorildi deb rasm tashlashdi. Bizda ham yoriq bo'ldi. Ochiq joydagilari shunaqa bo'ldi. Iloji boricha shu xomtagini kamroq qilib parvarish qilinsa, tez rang olib yaxshi saqlanar ekan. Bargi ham juda katta emas-da bu jokkerda. Ana bir nav o'tgan yil payvand bo'lgan Poltavskiy manikur. Bu yil maydaroq o'ta yirik bo'ladi bu uzum ham. Rangi qarsilloligi o'ta zo'r. Etit uzumlari rang kirib qoldi. Mana bu Shakira. Mana salqindagilari juda zo'r pishgan, o'ta yirik. Bu hali jokker bilan Shakirani orqa-orqa yeb ko'rgan odam qaysinda muskat borligini biladi. Bu Shakirada muskat o'ta zo'r. Nimada ham muskat bor deyilyapti, bu jokkerda o'zini bir haligisi ta'mi bor. Sheridinkov yo'q deganda, mana bizda ham boshida bir 2 yil mana hosilini yeb ko'rganimizda muskatga o'xshadi. Shu yong'oq ta'mli deydi. Shunaqangi bir o'zini ta'mi ekan. Haqiqiy nima muskat mana Shakira shu uzumlarda borda. Jokkerda uncha bilinmaydi. Damas krasavitsa. O'ta zo'r uzum. Qishiga kirib ketadi bu uzum. Shu haligi salqin hududlarga yaxshi ekan. Toypini, Merstoniga, kuz qishiga saqlayman deganga juda yirik uzum. Mana dollari. Chiroyli rang olyapti bu ham. Saqlanishga o'ta go'shli, suvli emas. Toypini o'rniga, Mersi o'rniga juda yaxshi ekan. Kasalliklarga chidamli sir hosil.
Bananasi uzumi pishib qoldi bu ham. Surxokilar ham tugab qoldi, oxirlayapti o'zi. Surxoki navi. Bu taqasi lozim. Shu bugungi narx-navosi bulardagi rezimatga surxokilarga 25 ming olishdi. Shu bugungi narxlarda. Ana o'ta shirin kishmish bu ham. Velis kishmish. Yeyishga juda yaxshi ekan. Mayda-ku, lekin yaxshi. Mana bitta nav yana mashhur o'sha Preprojeniya navi. Bizda juda erta pishmadi, nimaki Velurlar, Kataloniyalar pishib tugadi, gusorlar. Sal bemazaroq, lekin shu holatda mana parvarish qildik. Qarayman degan odamga eplasa yaxshi uzum bu ham. Bitta maydadoni terib. Bundan ortiq rang olmadi. Mana bu ham shu Preprojeniya uzumi. Mana sal rang olib qo'ygan. Shu holatda pishdi. Rumeyka uzumlari. Mana rosa pishib yetildi. Holatlari yiriklarga zo'r. Surxoki navi mana pishganlarni uzilayotgan. Shular ham rosa cho'qibdi. Bu yilgi payomat mana jo'kkallar hosil beribdi. O'sish yaxshi. Pishiradi hosil bo'ladi.